Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi dars Durus 1 kitobining 9-sahifasiga to'g'ri keladi. Bugungi darsda biz bitta qoidani o'rganamiz. Man haza. Haza bu. Man ismi istifham bo'lib, tarjimada kim degan ma'noda. E'tibor beramiz. Ism istifham. Ism deyilmoqda. Demak, man ism. Va oldingi darsda aytdikki, ism u mustaqil ma'noga ega. Ya'ni uning ma'nosi bor. Kim degan ma'noga ega va ma'nosi ochiq ravshan. Ma'nosini tushunishlik uchun uni gapga kiritishimiz ham yoki boshqa kalimaga qo'shishimiz ham shart emas. Yakka holda ham ma'nosi ochiq ravshan. Keyingi e'tibor beradigan narsa u istifham deyilmoqda. Demak, man istifhamlardan va yana oldingi darsda o'tganimizdek istifhamlarning barchasi gapning avvalida keladi. Ya'ni gapning boshida keladi. Chunki arab tilida istifhamlarga gapning avvalida kelishlik huquqi berilgan. Ismi istifham man bilan asosan aqllik shaxs so'raladi. Ya'ni aql sohibi bo'lishi kerak. Masalan, man haza. Bu kim? Haza tabibun. Bu tabib. Tabib aql sohibi, aqlga ega shaxs. Unga ishora qilinib, man haza. Bu kim? deb man bilan so'ralmoqda. Keyingi misol. Man haza. Bu kim? Haza valadun. Bu bola. Bu misolda ham bolaga ishora qilinib va bola aql sohibi man haza bu kim deb man bilan so'ralmoqda. Keyingi misol. Man haza. Bu kim? Haza talibun. Bu talaba. Bu misolda ham aql sohibi bo'lmish talabaga ishora qilinib man haza bu kim deb so'ralmoqda. Keyingi misolda ahaza valadun. Bu bolami? La haza rajulun. Yo'q, bu kishi. Demak, man bilan asosan aqllik shaxs so'raladi. Arab tilida joni bor, joni yo'q deb bo'linmaydi. Balki aqllik va aqlsiz deb, oqil va g'oyri oqil deb bo'linadi. Kitobning 10-sahifasini ochamiz. Ma haza. Bu nima? Haza masjidun. Bu masjid. Ma ism istifham. Nima degan ma'noda bu man kim degan ism istifhamning ziddi, aksidir. Ma bilan aqlsiz narsalar so'ralsa, man bilan esa aksincha aql sohibi, aqllik shaxs so'raladi. Man haza. Bu kim? Haza tajirun. Bu tijoratchi, ya'ni savdogar. Haza kalbun. Bu it. Ahaza kalbun. Bu itmi? La haza qittun. Yo'q, bu mushuk. Va biz oldingi o'tgan darslarda qoidalarni ham unutmaymiz. Hamza harf istifhamdan so'ralgan savolga javob beruvchi harfi javob lani keltiryapti. Va ma va man bilan so'ralganlarga esa to'g'ridan to'g'ri xabar beryapti. Chunki bular ism istifhamlar. Keyingi misol. Hada himarun. Bu eshak. Ahada himarun. Bu eshakmi? La. Hada hisonun. Yo'q, bu ayg'ir. Hison deb erkak otiga aytiladi. Va ma hada. Va bu nima? Hada jamalun. Bu tuya.
ya'ni bir o'rkachlik tuya. Demak, bu yerda va kelyapti. O'zbek tilida ham bu va degani kitobni 11-sahifasini ochamiz. Ma hada? Bu nima? Hada dikun. Bu xo'roz. Man hada? Bu kim? Hada mudarrisun. Bu mudarris, ya'ni o'qituvchi. Ahada qamisun? Bu ko'ylakmi? La, hada mindilun. Yo'q, bu ro'molcha. Tamrin, mashq. Iqro vaktub. Iqro o'qi va uktub va yoz. Mashqqa e'tibor bersangiz, harakatlarsiz berilgan, ya'ni fatha, kasra, domma va sukun va tanvinlarsiz berilgan. Siz avval darsda kelgan yangi lug'atlarni yodlaysiz. So'ng biz bitta qoida o'tdik bugungi darsda. Man ismi istifhamni uni ham yaxshilab tushunib, fahmlab, anglab yodlaganingizdan keyin mashqni arabchasini o'qib, o'zbek tiliga tarjima qilasiz. Masalan, ma hada? Bu nima? Hada qalamun. Bu qalam. Hada kalbun. Bu it. Man hada? Bu kim? Hada tabibun. Bu tabib. Qolgan misollarni o'zingiz mustaqil bajarasiz. Shu bilan kitobda kelgan birinchi darsni to'liq tamomiga yetdi. Durus 1 kitobini birinchi darsida biz 7 ta qoidani o'tdik. Birinchisi harf tanbih ha, ikkinchisi ismi ishora za, uchinchisi ism istifham ma, to'rtinchisi harf istifham hamza, beshinchisi harfi javob musbat na'am, oltinchisi harfi javob manfiy la, yettinchisi ism istifham ma'ni va 3 ta tanbih. Birinchi tanbih: barcha istifhamlar gapning avvalida keladi. Xoh ism istifham bo'lsin, xoh harf istifham bo'lsin. Ikkinchi e'tibor berishimiz lozim bo'lgan narsa, harf istifham hamza bilan berilgan savolga na'am yoki la ikkisidan biri bilan javob beriladi. Uchinchi e'tibor berishimiz lozim bo'lgan masala ism istifham va harf istifhamning farqi. Ma ism istifham mustaqil ma'noga ega va ma'nosi ochiq ravshan, ammo harf istifham esa mustaqil ma'noga ega bo'lsa ham, lekin ma'nosi yakka holda oshkor bo'lmaydi toki uni gapning ichiga kiritmagunimizgacha. Va yana birinchi darsda biz 36 ta lug'at, ya'ni arabcha so'zni o'tibmiz. Ikkinchi darsda ko'rishguncha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.